Ana bo'lmasam. O'rtog'ing bor-ku Nazokat. O'sha ering Sodiqboyga tepdi. Eshitdingmi? Mahallada du gap. Yo'q. Ha, o'lginsan bilmaganmiding? Yo, go'rlikka solyapsan o'zingni. Oyi, menga nima? Men odam bilan ajrashganman. Menga desa, boshqasiga uylansin. Anu kuni ikkaloy pichir qilayotgandilar. Shuni reja qilmaganmiding, ish qilib? Yo'q, oyi. Siz qayerdan eshitdingiz? Gapga boruvdim. Hamma qo'shnilarni og'zida shu gap. Kuyovingiz Nazokatga uylanibdi, deyishyapti. Xotinlar qayerdan bilishibdi? Ular hamma narsani bilishadi. Menimcha, o'sha Nazokatingni o'zi eringga osilgan. Shunaqa bo'lgan, ko'nglim sezib turibdi. Oyi, qo'ying, birovni g'iybatini qilmaylik. Baxtli bo'lishsin. Menga baribir. Hali shoshmay tur. Nazokat satang eringni dodini beradi. Ha, shoshmay tursin. Hali yoningga yalinib keladi ering, bildingmi? Ko'nglim sezyapti. Mayli. Buni vaqt ko'rsatadi. Tavba. Shunda yangilik olib kelsam, xursandam bo'lmading. Tavba qildim. Voy oyim demading. Bari gapirganim qolsa. Voy oyim tushmagur-ey. Buni men jinni desam, shinni chiqib qoldi-ku. Hozir ovqat yesam, duolarim o'zim ko'tarmikan, yo o'tmasmikan? Nima qilsamikin? Yemayman. Oyjon, nimaga ovqatingizni yemayapsiz? Ko'rib yegim kelmay qoldi. Oyi. Ha? Assalomu alaykum. Bir-biringizga bir ham yarashib turibsizlar? Oy. Assalomu alaykum. Nima olib chiqding buni? Sizni xizmatingizni qiladi dedim-da. Ayollaringiz charchab qolmasin dedim. Kim xizmatini qilyapti? Rahmat. Mehribonchilik qildingiz. Cho'loq-ku qanaqa xizmat qiladi? Oyog'i akashay bo'lib, meni xizmatimni qilarmish. O'tib ketadi, oyi. Zo'r hidlar kelyaptimi? Itday ochman. Hozir ovqat suzib kelaman. O'tiring, o'zi suzib keladi, oyi. Qachon cho'loqlanib boradi? Yarim soatda keladi. O'zim chaqqonman bunda. Mana bu kimga? Mana ovqat bor ekan-ku. Zo'r chiqdi.